Budapesht, Vengriya Milliy muzeyi. Bu yerda bugun tarix qayta jonlanayotgandek. Biz bu maskanda nafaqat Yevropa, balki butun turkiy dunyoning 1000 yillik xotirasi, umumiy ildizlar va madaniy merosini bir nuqtaga jamlagan voqea guvohi bo'lmoqdamiz. Attila, Hunlar podshohi, afsona va haqiqat nomli xalqaro ko'rgazmaning tantanali ochilishi Vengriya Milliy muzeyida bo'lib o'tdi. Ushbu madaniy tadbir muzey tarixidagi yangi sahifani ochdi. Ilk bor bu yerda O'zbekiston tarixiga oid noyob arxeologik yodgorliklardan topilgan osor atiqalar namoyish etilmoqda. Ko'rgazma mutaxassislar tomonidan so'nggi yillarda tashkil etilgan eng yirik xalqaro muzey loyihasi sifatida baholanyapti. Ekspozitsiyada 13 mamlakatning 64 ta muzeydan olib kelingan qariyb 400 dan ortiq eksponatlar jamlangan bo'lib, ular Hunlar davri va Attila shaxsiga doir tarixiy jarayonlarni keng qamrovda yoritib bergan. Ya'ni biz bilamiz o'sha majorlar yoki madyorlar deymiz, ya'ni bu o'sha Vengriyani tub aholisi, ya'ni ularning kelib chiqishi, ya'ni o'sha ularda bugungi xalq millat bo'lib birlashishida aynan o'sha Hunlar rol o'ynagan. Bular o'sha tarixda ma'lum va ular o'sha Attila, ya'ni o'sha Hunlarni yo'lboshchisi, sarkardasi, tarixdan bilamiz, o'sha Yevrosiyo cho'llarida juda katta armiyani shakllantirib Yevropaga hujum qiladi. Hatto o'sha Rim imperiyasi, Bizant imperiyasi bu o'sha 4-asr oxiri, 5-asr boshlarida hujum qilib, juda ham tarixda o'zining nomini qoldirgan. Aynan o'sha Vengriya xalqi, ya'ni o'sha madyorlar o'sha Attilani o'zini o'sha ajdodi sifatida ulug'lab, shunga atab maxsus ko'rgazma tashkil qilgan. Ko'rgazmaning markaziy eksponatlari orasida O'zbekiston hududida topilgan mashhur Arlat plastinkalari alohida o'rin tutadi. Ushbu noyob relyeflar Samarqand viloyatida joylashgan Arlat manzilgohidan aniqlangan bo'lib, milodiy 4-5-asrlarga taalluqli. Plastinkalarda otliq jangchilar, jang va ov manzaralari yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Ya'ni arxeologik qazishma ishlarini O'zbekiston Fanlar akademiyasiga qarashli San'atshunoslik institutining O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi olib borgan. Ekspeditsiya rahbari mashhur akademik Galina Anatolievna Pugachenkova. Buni o'sha dunyoga mashhurligi undagi tasvirlar. Ya'ni bu umumiy eksponat 5 ta qismdan iborat. Ya'ni bu ikkita katta qismi o'lchamlarga keladigan bo'lsak, taxminan o'sha 11 santimetr balandligi, 13 santimetr eni. Mana shu o'lchamda ikkita kattasi bor va uni 3 ta mayda detallari. Endi bizgacha saqlanib qolgani u ko'p bo'lish kerak, chunki o'sha mayda detallari ular 5-6 santimetr o'lchamda kamarni pastiga osilgan, aylanasiga, ya'ni bezak sifatida ishlatilgan. Ularning yuzalarida ham tasvirlar bor. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Arlat plastinkalari Markaziy Osiyoning ilk o'rta asrlar harbiy madaniyati, ijtimoiy tuzilishi va san'atini o'rganishda bebaho ilmiy manbadir. Aynan shu topilmalar ko'rgazmaning asosiy ramziga aylangan otliq jangchi obrazi uchun ilhom manbai bo'ldi. Bu ko'rgazmani tashrif qog'ozi bizning eksponatlar bo'ldi. Ya'ni ko'rgazmani o'sha reklamasi yoki bo'lmasa uni afishalari, uni kataloglari, hatto o'sha ko'rgazma doirasida odatda har xil muzey suvenirlar ishlab chiqariladi. Aynan hamma suvenirlarda biz eksponatdagi o'sha element, ya'ni o'sha chavandoz, otda choptirib ketgan chavandozni tasviri mana shu ko'rgazma tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu degani aynan shu ko'rgazmada O'zbekistondan olib borilgan eksponatlarga qiziqish katta va uni ahamiyati kattaligini bildiradi. Ekspozitsiyada zeb-ziynat buyumlari, qurol aslahalar, Hunlarning qozonlari, marosim va tantanaviy ashyolar namoyish etilgan. Ular Karpat havzasidan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan ulkan hududni qamrab oladi.
Eng qimmatli eksponatlar qatorida Ozarbayjondan topilgan diadema, Shimoliy Makedoniyada dafn etilgan yodgorliklar, shuningdek, Britaniya muzeyi va Luvr, Abu Dhabi kolleksiyasiga mansub ashyolar bor. Ko'rgazma Vengriya Milliy muzeyining Yozef Nader zallarida joylashtirilgan bo'lib, xunlar davridan tortib to zamonaviy davrgacha bo'lgan 1600 yillik tarix davomida Attila obrazining turli sharqiy, g'arbiy va vengrcha talqinlarini qamrab oladi. Aynan ikkita kamar plastinadagi shakli katta kamar plastinadagi tasvirlar o'sha paytdagi, ya'ni milodiy 1-2 asrlarda o'sha So'g'diyonada mana shu bizning hududda sodir bo'lgan jang sahnasi tasvirlangan. Ya'ni kamarning bir qismida, bir tomonida jang sahnasi tasvirlangan. U yerda 8 ta jangchi, ya'ni shakli kichkina bo'lganligi uchun u yerga sig'dirishga harakat qilgan rassom yoki o'sha hunarmand va u yerda otliqlar, ya'ni 4 ta otliq va 4 ta piyodani jangi tasvirlangan. Eng qizig'i bu yerda jangchilarning kiyimlari, ya'ni ularda o'sha po'lat sovutlar kiygan, uni dubulg'alari, qo'lidagi o'sha jangovar nayzalari, qilichlari, kamonlari va o'sha yerda aynan harakat, ya'ni jang bo'layotgan sahnani tasvirlashga harakat qilgan. Tadbir doirasida ilmiy amaliy konferensiya ham o'tkazildi. Unda O'zbekiston Fanlar akademiyasi, San'atshunoslik instituti va Arxeologiya instituti olimlari ma'ruzalar bilan ishtirok etib, Arlat plastinkalarining xalqaro ilmiy ahamiyatini alohida ta'kidladilar. Mutaxassislarning fikricha, mazkur ko'rgazma O'zbekiston va Vengriya o'rtasida ikki tomonlama munosabatlar tarixida muhim voqea bo'lib, O'zbekistonning madaniy tarixiy merosi xalqaro maydonda yangi bosqichga ko'tarilganidan dalolat beradi. San'atshunoslik institutini san'at tarixi bo'lim mudiri, san'atshunoslik fanlari nomzodi Jangar Ilyosov juda ham ko'p yillar mana shu ustida tadqiqotlar olib bordi va o'tgan yili So'g'd ko'chmanchilari degan nihoyat yirik monografiya, 440 betli monografiya aynan mana shu kamar plastinalarga bag'ishlandi. Va mana shu tadqiqotlar natijasida u yerda juda ham ko'p tadqiqotchilarning fikri har xil. Ya'ni kimdir o'sha Pugachenko va u yerda Kanguylar jangi va kimdir o'sha So'g'diylar bilan jang va yana bir boshqa olimlarning tavsificha bu yerda shu xunlar jangi tasvirlangan deyilgan. Mana shu aynan xunlar jangi deyilgani bu o'sha Vengriya tomonini qiziqtirgan. Bilamiz, bu xunlar shu Yevrosiyo hududida mana shu ko'chmanchi xalqlar tashkil qilgan. Bu yerda juda ham ko'plab urug'lar bo'lgan va ularni hammasini birlashtirgan. Mana shu endi tasvirlarga keladigan bo'lsak, nihoyatda plastik yechimda mohirlik bilan o'sha jangchilarni individual qiyofalari bir-biriga o'xshamasligi, o'sha harakatlari, proporsiyalar nihoyatda bu mukammal kompozitsiya qilinganda, uni ko'rsangiz hayratga tushasiz. Ya'ni bundan 2000 yil oldin mana shunday nozik bir o'sha san'at asari darajasiga olib chiqqan. Bu funksiyaviy ahamiyati bo'lsa ham, lekin o'shani ishlanishi uni badiiy qiymatini oshiradi va aynan mana shuning uchun ham bu ko'rgazmaga taklif qilindi. Ikkinchi tomonida esa 3 ta otliqni ov sahnasi tasvirlangan, ya'ni oldinda arxar, ya'ni shoxli tog'ni qo'y deymiz, shoxli qo'y, arxarlar yoki o'sha qulonlar, kiyiklarni chopib ketyapti, orqasida 3 ta otliq chavandoz o'sha ov qilyapti. Mana shu sahna tasvirlangan. U yerda ham nihoyatda o'ziga xos kompozitsiya. Bo'shliqda ko'rmaysiz, aynan o'sha jonivorlar yo'q joyda bo'shliqda daraxtlarni keltirishga harakat qilgan rassom. Ya'ni biz hozirgi mana rassomchilik nuqtai nazaridan ham qarasak, u yerda bir badiiy bir asar sifatida ko'rishimiz mumkin. Attila, Xunlar podshohi, afsona va haqiqat ko'rgazmasi 2026-yil 23-yanvardan 12-iyulga qadar tashrif buyuruvchilar uchun ochiq bo'ladi. Uning doirasida xalqaro konferensiyalar, kitob taqdimotlari, kino namoyishlar, ta'limiy va oilaviy dasturlar hamda musiqiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan.